Ming afsus. Bu diniy tushunchani tushunganlar bo'ldi, tushunmaganlar bo'ldi. Shahidlik maqomini bilganlar bo'ldi, bilmaganlar bo'ldi. Vaholanki bugungi kunda hech qanday ochiq oydin ana o'sha vaqtlardagi holatlarda hech qanday bir jihod farz bo'lmagan edi. Suriya diyorini ko'rsangiz, Shom diyorini ko'rgan bo'lsangiz, ana o'sha yerda juda ham ko'p odamlar safarbar qilindi, jihod farz bo'ldi, jihodga unbog' bo'ldi, borgan odam shahid bo'ladi, boshqa bo'ladigan juda ham katta bir chaqiriqlar bo'ldi. Vaholanki o'sha yurtni o'zidan chiqqan Rabboniy olim Muhammad Said Ramazon Buti mana shu fitnalarni avvalida go'zal holatda xalqqa chiqib xitob qildi. Ey xalq, bugun Shom diyorida bo'layotgan ish hech qanday shahidlik maqomini bermaydi. Shom diyorida hech qanday jihodga o'rin yo'q, shar'iy biror bir maqom yo'q yoki biror bir shar'iy bir bu joyda jihodga hech qanday bir ruxsat yo'q. Bu joyda vafot qilganlar shahid ham bo'lmaydi, bu joyga urushga kelganlar mujohid ham bo'lmaydi deb e'lon qilib baralla o'sha paytda aytdilar. Ko'pchilik buni tushundi, ko'pchilik tushunmadi. Ming afsus, bizning yurtimizdan ham ketgan bir qancha yurtdoshlarimiz, tushunganlar, tushunmaganlar hammasi safarbar qilindi. Borganlar qayerga bordi? Bir o'ylab ko'ring, qayerga bordi? O'ziga o'xshagan bir musulmonni o'ldirgani bordimi? O'ziga o'xshagan bir oilani vayron qilgani bordimi? O'ziga o'xshagan bir yaxshi osuda farovon kechirib turgan yurtni notinch qilgani bordimi? Bir o'ylab ko'rish kerak. Bir tasavvur qilib ko'rish kerak. Axir din o'yinchoq emas. Kim nima desa yetalanib ketadigan narsa emas. Vaholanki bu din oliy maqom. Din o'ta katta ziyrakligini, o'ta ham katta tafakkurni, o'ta ham katta iymonni, o'ta ham katta ixlosni talab qiladi. Ko'rona taqlidni bu din hech qachon oqlamaydi. Asli din ma'rifatulloh. Dinning asli Allohni tanish. Allohni tanigan zotlar o'zgalarga zulm qilmaydi. Allohni tanigan zotlar Alloh taolaning hukmiga qarshi chiqmaydi. Allohni tanigan zotlar Alloh taolo man qilgan narsa bilan Alloh taolaning huzurida maqom topaman deb da'vo qilmaydi. Bu ummat ilm ummati, bu ummat rahmat ummati, bu ummat haqiqiy fazilat ummati. Ummatlikni esdan chiqarmaslik kerak.